O'quvchilarimdan kelib tushgan bir savol. Ildizni chiqarishni oson usulini o'rgating deyishdi. Buni boshqacha usullari ham bor. Ko'plam kitoblarda, uzoq kitoblarda bir usullarni berishgan, lekin aslida u usul juda ham qiyin usul hisoblanadi. Men sizlarga buni juda oddiy usulni o'rgataman hozir. Xo'p. 9 plyusda mana bu 4 sonini 2 ko'paygan 2 deb olamizda. Ildizda 2. 2 soni ichkariga, ildizni ichkarisiga kirib, bitta 2 hosil soni qolishi zarur. 9 plyusda 2 izosida 2 ichkariga 4 bo'lib kiradi. Kvadratka oshirib kiritiladi. 4 ko'paygan 2. 4 kere 2 8. 9 plyusda 2 izosida 8. Ildizni ichidagi ikkita sonni ko'paytma shaklda olishimiz kerak.